taklif qildik, mehmon bo'lib, ozgina choylaridan va xurmolaridan tatib ko'rishga kirdik. Bundan har bir narsamizda Akbarxon akam aytib o'tdi, mana shu joyga kelayotgan joyimiz bu muborak joylarda albatta hammamizning niyatimiz payg'ambar alayhissalomning sunnatlariga erishish. Mana bu hozirgi sizga ortiq qilingan choy va xurmo payg'ambar alayhissalomning eng yaxshi ko'rgan taomlaridan va eng yaxshi suyuq iste'mol qiladigan eng yaxshi ovqatlarni o'rnida mana shu o'rinlardagi turadigan dasturxonda eng go'zal turadigan ikkita ne'mat, ya'ni xurmo va zamzam suvi haqida sizlar bilan qolamiz. Nima uchun bu xurmo daraxti va xurmo daraxtining sizlarda changini so'raladi va nima uchun bu xurmo daraxti payg'ambar alayhissalom bu xurmo daraxtini yaxshi ko'rgan va odamlarga bu narsani tavsiya qilingan. Shuni ozgina sizlar bilan qisqacha bir ma'lumot o'rnida gaplashamiz. Mana bu ko'rib turgan xurmo daraxtlar, hojonalar, toshtoqlar bu Madina-i Munawvarada, Saudiya davlatida eng go'zal daraxtlardan va eng barakali daraxtlardan biri. Albatta har bir makonda, har bir davlatda o'ziga yarasha xosatan mevalari bor, to'g'rimi? Bizning Mo'g'rima hududidagi mevalar bizni Alloh taolo bizni 3 xil faslda 3 xil taomlantirib, 3 xil xolis ekinlarni beradi, to'g'rimi? Qishda, kuzda, bahorga, yozda har bir faslga qarab mevalar beradi, to'g'rimi? Lekin bu joylarda arab diyorlarida faqatgina bir daraxtlar